Assalomu alaykum hurmatli YouTube Instagram kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 3-mart. Xo'sh, 10 kun oldin mana qo'ydi. Balasi o'lgani uchun bir egiz tuqqan qo'ydi balasini oldirishga отдельно qilgandim. 20-fevral kuni ekan. Mana bugun qo'y balani oldi. Tekshirib ko'rdim, qo'ylarni ichi tiqib, ertalab qo'zini taylab olib chiqib ketdim. Mana hozir obedga yomg'ir yoqqani uchun qo'ylarni qamadim. Qo'y qo'ziga qarayapti. Xo'sh, kunda 10 kunda bu qo'y oldi. Videosini qo'yganman. Imенно shu qo'zini boshqa qo'yga qo'shuvdim, 10 kunda olmadi. Bu qo'y bo'lsa 10 kunda olib ketdi qo'zini. O'sha hamma har xil fikr bildirdi. Har xil yo'llarni aytishyapti. Bitta narsani tushuninglar. Qo'zini olishini necha kun ketishi, qanaqa yo'li u отдельно masala bo'layotgan bo'lsa, qo'yning xarakteri ham bitta masala. Hech kim uni hisob-kitob qilmaydi qo'yning xarakterini. Shunaqa qo'y bor, foydasi yo'q. Bir oyda ham olmaydi qo'zini. Xohlagan usulda qo'llab ko'raveringlar. Mana qo'y уже qo'zini qidiryapti. 10 kunda boshqa qo'y olmadi umuman. Hattoki u arpa ham yemadi, beda ham yemadi, faqat oz-ozgina 2-3 kunda bir suv ichadi. Qo'y arriqlab qoldi. Lekin mana bu qo'y уже bir haftalarda oldi, lekin baribir qo'yga qo'shmadim. Sababi yana qo'zini olmay qolmasin deb, mana shu kun ertalab qo'zini qoldirdimda, qo'yni olib chiqib ketdim. Mana o'sha obedga qamayapman, mana eshityapsizlar, qo'zini qidiryapti qo'y. Qo'zini oldi 10 kunda. Juda har xil fikr bildirishda bitta narsaga ahamiyat berib, to'g'ri, hamma har xil yo'l bilan qo'zi oldiradi. Bitta narsaga ahamiyat beringlar, qo'yning xarakteri ham bor bo'ladi. Bir xil qo'y juda qaysar bo'ladi. Unaqa qo'zi olmaydi begona qo'zini. Lekin ular juda kam. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Mana qo'zichamiz sog'lom. Imkon boricha like bosib, repost qilib, videolarimizni chorvaga qiziqayotgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.